Xo'p, bir kunga rahbar bo'lib qolsangiz, nima qilgan bo'lar edingiz? Bir kunga rahbar bo'lib qolganimda, tovarlarimni majburan xodimlarga oldirgan bo'lardim. Tush, lak, qalam, shampun, krem. Bo'ldi, bas qil. Bari yomon ko'rgan odamlarimni potini topib turib ishdan haydardim. Zor. Xodimlarimga bir kun obedni sekin yig'gan bo'lardim. Obed. Shanba, yakshanba. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Boshqa Ha, xayoli buzuq. Mazgi ishladim, mazgi. Xodimlarimni bolalari uchun ham bog'cha ochib qo'ygan bo'lardim. Ishni soat 7 dan qilardim. Avgust sentabrgacha shuni nima qilib turinglar? Foydali ish qilishga harakat qilardim. Kim bu? Buxgalteriylarmi? Bo'limlar o'rtasida futbol chempionati uyushtirgan bo'lardim. Bo'ldi. Bugundan boshlab futbol tamom. Qani qo'llarga kitob olaman. Ishchi xodimlarga yaxshi gapirgan bo'lar edim. Gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q, deb. Xonamga kirib tekkiz uxlardim. Og'anbat. Tur lan. Hamma ishchi xodimlarni olib birinchi ganangani borardim. Xodimlarga ehson qilardi. Amin. Faqat men boy bo'ling. Bir kun kamlik qiladi, agar biror yil bo'lganimda hayotimni to'g'ramagan bo'lardim. Sen tilim bor deb gapiraversanmi? Kallang bormi, kallang? Hammani oyligini 10 milliondan qo'rardim. Mamlakatlarni mahalladan yo'qoting. Mukofot pullarini har oy olardi xodimlar. Yo'qot hammasini. Hamma o'quvchilarni besplatniy o'qishiga o'zim yordam berardim. O'quvchilarimiz rosa ko'p bo'lardi. Astagfirullah. Oy. Xodimlarimni hamma kreditlarini yopib bergan bo'lardim. Yo'q, milisami? Iltimos yordam beringlar. Bir kunga xodimlarni o'rnida o'quvchilar bilan ishlab ko'rgan bo'lardim. Oxiri gapirding Mashrab. Hamma xohlagan formasini kiysinlagan bo'lardim. Assalomu Chivin. Ertalabdan turib oldingmi? Ne masxara qo'rasi oyi? Rahbarlarga oson emas. Hech qachon rahbar bo'lishni Maqtov yorliq olib chiqinglar. Yaqinda o'qituvchi edim, mana o'rinbosar bo'ldim. Oz qoldi, bilib olasizlar. Birinchi zarbda tizzagacha. Ikkinchi zarbda belgacha. Rahmatulloh, nima qilyapsizlar bu yerda? Bir kunga rahbar bo'lib qolsangiz nima qilgan bo'lar edingiz? Shoh deysizlar, shohlarga oson deb o'ylaysizlar-da, uka. Shoh deysizlar. Hammangiz marivasi bilan shohlarga mazza deb o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybat bu.